$8000 atrofida avtomat korobka Cobalt so'raganlar uchun bizda navbatdagi Cobalt avtomobili 2014-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan 4-paysi avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 110 000 kilometr. Mashinamiz faqat benzinda yurgan, gazda yurib motor jon olinmagan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari ham yaxshi holatda, motor hadovoy korobkada hech qanaqa muammosi, qiladigan ishlari, rasxodlari yo'q. 4 ta absolyutno yangi, yaxshi balonlar, yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Son qismi ham akkuratni turibdi, plastmassalar qirilib ketmagan, sijenya cho'kib qolmagan, rul holatlari ham ideal holatda turibdi, hali hollari bilan. Patologlari top-toza turibdi, hidlanib ketmagan, akkuratni salon. Eskicha qanaqadir antiradar bor, Magic Car signalizatsiya o'rnatilgan. Kuzovidagi aybiga keladigan bo'lsak, o'ng taraf yoni, ikkita eshik, ikkita krilosi yuzaki bo'yalgan, sidirilganiga udar bo'lmagan. Agar udar bo'lganda mana shu joylar prayom deyiladi. Prayomlar ham ishlov berilgan, bo'yalgan bo'lardi. Prayomlari top-toza turibdi. Bemalol xohlagan ustunlarga tekshirtirib olishingiz mumkin, suyagi but-butun mashinani. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $8200. Mashina faqat naqd pulga, shitir pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.